Orzu inkubatorlari. Ekraningizda ko'rib turgan inkubator 100 ta tovuq tuxumlariga, 220 ta bedana tuxumlariga moslashgan, to'liq avtomatlashgan inkubator. Aziz birodarlar, ushbu inkubatorimiz Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahriga xudo xolasa tayyor bo'ldi. Va shuningdek, mana shunday inkubatorimizdan ham bunga roddom qilib, buni ketma-ket ochirishni yo'lga qo'yish uchun roddomda ham xarid qilib olishdi. Bu inkubatorimiz to'liq roddom uchun aylantirish bunda yo'q va bunda issiqlik nazorat qilinadi. Chiroq mavjud. Bu yangi modifikatsiyasi roddom qilib ishlangan, ya'ni vыводной deymiz. 220 voltni ko'rsatadi. 12 voltni mana akkumulyatorga ulashim bilan hozir akkumulyatorda uladim va 12 voltga ko'rsatyapti. 12,1 volt akkumulyatorda elektr sig'imi 220 volt, mana o'zingiz ko'rib turibsiz, точно 220 volt ko'rsatyapti va termoregulyator W1209 termoregulyator bilan jihozlangan. O'ta issiqlikni aniqlik bilan ushlab beruvchi original termoregulyator, tozasi. Va bu siz bu inkubatorda bir vaqtda o'zida ham bedana, ham tovuqni ham ochirishingiz mumkin. Imkoniyatingizga qarab besprovodnoy blogomer qo'yib o'tilgan. Aziz birodarlar, uni endi ichini ko'rsatib beraman. Ichki qavati ikkita yarusdan. Bu hozir men sizlarga ko'rsatish uchun bedana va tovuq tuxumlarini qo'yib qo'ydim. Mana bir vaqtda o'zida ikkalasini ham ikkita yarusi bor. Mana ikkita yarus, 2 qavatlik lotok, bir qavat. Bitta vaqtda ikkalasini ham ochiraverasiz. Harorat bir xil haroratda ochaveradi. Namlik ham bir xil. Bunda bu vыводной inkubatorimizda, roddom inkubatorimizda namlik balandroq bo'ladi, issiqlik past bo'ladi. Bu tayyorlab beruvchi предварительный inkubatorimizda esa namlik past bo'ladi, issiqlik balandroq bo'ladi. Aziz birodarlar, e'tibor bering. Ushbu inkubatorimiz 100 tadan oshiq uy tovuq tuxumlari, 120 ta, 130 tagacha uy tovuq tuxumlarini ochirib olishingiz mumkin. Ikkov qavatida ham. Yoki bo'lmasam 400 ta 300 tadan oshiq, 350 ta, 300 ta bedana tuxumlarni ham bemalol ochirib olishingiz mumkin. E'tibor bering. 2 qavatdan iborat. Mana shunday hozir men sizlarga sekin olib ko'rsatib beraman. Mana shunday mana ikkinchi qavati mana tovuq tuxumlari. Bu tovuq tuxumlari video olish uchun mana shunday. Bu latoga ham osonlik bilan chiqadi mana. Suv idishlar mavjud. Bir vaqtda 2 yarus yoki bedana ochirmoqchisiz, bedana ochirish uchun o'ta qulay. 2 xil yo'nalishdagi 2 xil paroda, pastiga o'sha boshqa parodani qo'yasiz va tepasiga esa mana bunday qilib qo'yib, buni olib qo'yish juda ham oson. Boshqa parodani qo'yib, bir-biriga aralashib ketmaydi, oralaridan tushib ketmaydi, bemalol ochirib olishingiz mumkin. E'tibor bering. Ayniqsa yoki tovuqda 2 xil liniya bor, bittasida tovuqda boshqa liniyasi, ikkinchisida boshqa liniyani ham ochirishingiz mumkin, birodarlar. Inkubator to'liq hozirgi paytda mana o'chirdim. Akkumulyatorga o'tdi, sirazi volt tushdi. Akkumulyator zaryad past bo'lgani uchun hozir akkumulyatorga ishlayapti. Mana hozir akkumulyatorni uzaman. E'tibor bering mana. Akkumulyatorni uzishim bilan o'chdi. Inkubator o'chdi. Va akkumulyatorni ulashim bilan yana ishga tushdi. 220 ni ulayapman. Birgina shilchoq bilan hozir 220 dan quvvatlanyapti. Mana akkumulyatorni o'chirdim, voltmetr o'chdi. 220 ni ko'rsatib turibdi. Aziz birodarlar, marhamat. Agar talabgorlar bo'lsa, Telegram, WhatsApp orqali yozinglar, imodan yozsangiz ham bo'ladi. Albatta, xuddi mana shunday qilib tayyorlab jo'natamiz. Bu juda qimmat emas, byudjetni yaxshi, roddom, aylantirmaydigan. Bunisi aylantiradi, aziz birodarlar, e'tibor bering. Inkubator Orzu